Birinchi modimizni o'tamiz. Birinchi modimiz artefakt degan mod. Xullas buni invertorga kiramiz. Bular tezroq kirib, bu yerda yo'q. Bu yerda ham bo'lmaydi, qaranglar. Hozir ko'rsataman. Bu yerda esa spawnlarning ichiga kiramiz. Oxirida bitta chotki tuxum bo'ladi. Shu yo'q tuxum bo'ladi xullas. Uni ustiga bosamiz-da va ovozni balandlashtirib oldik. Sizlarga eshitilmaydi. Artefakt mana. Artefakt o'ta tezkor va jasur. Men aytsa nimaga buni ovozi sizlarga eshitilmayapti deysizlarmi? Men butunlay bu o'yinni ovozsiz qilib qo'yapman, do'stlar. Butunlay bu o'yinni полный ovozsiz qilib qo'yapman. Namancha ahmoqman men. Ishoninglar, men bu video uchun bir soatlab vaqt sarfladim. Hozirgi gaplarim edit vaqtida aytilyapti. Hop. Artefaktni bu modda ovozi ham bor. Bu modda qayerdan yuklashni oxirida aytaman. Hop. Hoy, Arti qalaysan? Men seni uraman. Chunki sen hatto men Telegram kanalimga ham obuna bo'lmagansan. U yerda allaqachon yuzimni ko'rsatib oldim. To'xta, yaramas. To'xta. Qayerga ketding sen? Seni baribir o'ldiraman bu yoqqa. Sen hatto meni YouTube kanalimga ham obuna bo'lmagandirsan. Sizlarchi obunachilar, sizlar obuna bo'lganmisiz YouTube kanalimga? Hop, xullas bu artefaktlarni juda ham ko'p qo'yib tashlaymiz. Hozir mana ular bir-biri bilan urushadi. Hammasi urushadi bir-biri bilan. Просто tezda o'tib ketishini yomon ko'raman men. Ketadi ana. Chiqdik xullas. Anaqasi ham realistik mana. Chotki mod. Bu ham dahshat mod, oddiy modlardan emas. Bu ham ancha xavotir olsa kerak, bilmadim. Bunasini. Lekin keyingi modimizga o'tib qo'ya qolamiz. Xo'sh. Keyingi modimizda resurs pakka kiramizda. Men hamma modimni Telegramga tashlab qo'yganman. Keyingi modimizda sal birma-bir qilish kerak, lekin men alohida qilib qo'yaveraman, chunki vaqtga g'alati qatib qolishi mumkin, lekin bular juda ham zo'r. Bunisi horror mod. Xullas o'yinga kiramiz. Ana eksperiment yoqish kerak. Yoqmasa bo'lmaydi. Va o'yinga kirib keta qolamiz. Xullas keyin qora ekran chiqadi g'alati. Mana boshida aytganda qorayib qoldi. Bu Minecraft ichida bo'lyapti. Hozir kirib olsin. O'zim Minecraft ichida. Aytdim-ku, men chiqib kirdim-da, 28 zaryatim edit vaqtida hozir. 24 zaryatim. 24% zaryatim bor. Shularni qadrlagan holda iltimos kanalga obuna bo'linglar. Ratula moddan qo'shdim, u mod ishlamadi. Chunki etini qirqib yubordim. Kiramiz endi. Creative World. Creative bir balo world yana. Keyingisi nos va sigaret. Mana xullas boshqa Herobrine mana shunaqa mod. Nos va sigaret bilan Herobrine aytsa ikkalasi bitta. Bu ham вообще xotira o'rtash edi. U uchadi omali Herobrine. Вообще osmonlarga uchadi-yu Herobrine. Hop, birinchi nos va sigaret qo'shib olamiz. Okey. Herobrine addonni qo'shamiz. Workers pakka kiramizda yana Herobrine modini qo'shamiz.
Herobrine modini qo'shib charchamayman. Eksperiment yoqamiz. Hammasini yoqamiz. Kayfiyatim buzilib qoldi. Video ovozsiz chiqqaniga kayfiyatim yo'qroq shuning uchun. Tezroq kel. Sizlarni zeriktirmoqchi emasman. 27 qoldi, lekin dublyajda 23 kiryapti sekin mana. Bu prosta video sal cho'zilishi uchun. Ana deyarli kirib qoldi. Uyqum ham kelib ketdi. Video tugasa uxlayman. Telefonni zaryadga qo'yaman. Keyin futbolga ketaman yana. Aytsa bugun futbol ham yo'q, to'garagim yo'q, ingliz tili, futbol bittasi ham yo'q. Sevganman. Mana o'yinga kirib oldik. Birinchi sigaret modini qilib ko'ramiz. Hop, qani, sal kayfiyatni ko'taramiz. Shuncha kutdik. Qani, 2 martalab shuncha kutdik. Herobrine tuxumini olamiz. Bu nima? Boggidagan. Keyin kravat turganga o'tamiz-da. Pastdagi 3 ta narsani olamiz. Nasvay, olov, tamaki. Nimaga bilmadim. Tamaki deb yozib qo'yibdi mayli. Tamakini ko'ramiz. Boshida aytganimdek uyqum kelyapti. Voydod nima bo'lib ketdi menga? Olov bilan o'zing tutuni yoqib. Hozir chekimiz iflosligi tugasin. Xullas. Qoch, Voydod bu necha oz qopdi-yu. Bilmay qoppan oz qopdi. Voy, uzr ketib qopdi deydi-ku. Suvga tushib. Muzlakkina bo'lib chiqdim. Xullas. Nos chakdik. Ana voy, uzr ketib qopdi. Ana o'chirib tashladim. 25 sekund ekan. Tezroq bo'lsana. Suvga tushganim foydasi yo'q ekan, chiqamiz. Temirni qo'lda chopamiz hozir biz ashtaqamiz qotib qoldi. Ana. Hop, ana tugayapti effekti ham. Короче, Herobrine'ni qo'yib ko'ramiz. Mana Herobrine'imiz. Qochdi bu mana bu obsidianlar darrov paydo qilib qo'yib. Qochdi mana bu, qochdi. To'xtay, to'laman bir kun. Herobrine'danam, keyin nosdanam, sigaretdanam, olovdanam, tutundanam qolar bu dunyo. Herobrine'dagi klonlardanam. Xullas, xayr.
Bu modlarni qaytadan yuklashni aytmadi-ku deysizlarmi? Men ana shunaqa yovuzman. Aytmayman. Ha ha ha. Aytmayman. Bu hazil albatta aytaman. Buni bizni Telegram kanalimizdan topasizlar. Obuna bo'linglar.